Farzandim nogiron bo'lib tug'ildi deb meni hech qayerga sig'dirishmasdi. Mashkura opa, Labbay Shahnoza Adilовna. Sarvinoz chaqirib yuboring menga. Aha, hop, hozir chaqirib beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Sarvinoz. Chaqirtirganmidingiz? Ha, chaqirdim, keling Sarvinoz. Sarvinoz, sizni chaqirishimdan maqsad, ana kuni hushingizdan ketib betob bo'lib qoldingiz. O'shanga ozgina sog'lig'ingizga qarasangiz, keyin sog'lig'ingizni tiklashingiz uchun oyligingiz boy juda ham yaxshi ishlaganingizga, juda ham yaxshi natijalar bo'lgani uchun bu sizga premiya. Yo'q, men bu bilan ololmayman. Men bilaman, siz sog'lig'ingizda hozir ozgina muammolaringiz bor. Keyin ijarada turasiz. Hozir ijara pulini to'laysiz, keyin sekin-sekin bir xonali uyga harakat qilamiz. Rahmat sizga kattakon. Sog'lig'im bilan muammolar bo'lib yashasholmadimmi? Kechiring, lekin bu pulni ololmayman. Sarvinoz, sog'lig'ingizga qarang. Bu oyligingiz men bekorga berayotganim yo'q. Rahmat sizga kattakon. Hozir hatto tug'ishgan jigarlaringiz ham bunaqa og'ir paytda yoningizda turib berisholmaydi. Sizga rahmat. Eng og'ir paytimda yonimda turdingiz. Farzandim nogiron bo'lib tug'ildi deb meni hech qayerga sig'dirishmasdi. Lekin men doim boshliqlik yomon bo'ladi deb o'ylardim. O'zini o'ylaydi deb o'ylardim. Siz menga xuddi o'z opamdaysiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi.